Hayotimiz davomida har xil vaziyatlar bo'larkan. Bog'chaga borib yurgan vaqtlarimda judayam tezlik bilan katta bo'lib qolishi, o'zimga mustaqil bo'lishni judayam xohlaganman. Lekin eng zo'r davr, eng chiroyli davr bu bolalik davri ekan. Farzandli bo'lganingizdan keyin o'zingizni o'ylashga umuman haqqingiz yo'q. Faqat farzandingizni o'ylab, farzandingizni ko'yniga qarashingiz kerak ekan. Sinovli dunyoda Allohning sinovida yashayapmiz. Hozirda bizning oilamiz bir chiroyli sinov bilan sinalyapti. Aytishadi-ku, Alloh taolo sevgan, suyukli insoniga sinov beradi. Aslida kasallik ham bir sinov va bir ne'mat. Shunaqa deyman, Fir'avnga даже bosh og'rig'i, tish og'rig'i berilmagan ekan. Ayub alayhisalom tarixlarini eshitgan bo'lsanglar, agar eshitganlar bor bo'lsa, judayam qiyin davrlar bo'lgan o'sha vaqtlarda. Ayub alayhisalom bir kunda mol-u dunyolaridan, farzandlaridan bir kunda ayrilib, sog'liqlaridan ham bir kunda ayrilgan ekan. Lekin shunda ham Allohga bo'lgan sevgilari judayam kuchli bo'lgani uchun tinmasdan shukr qilgan ekanlar. Aziz opa-singillarim, xo'jayinlarni ehtiyot qilinglar. Yana qaytaraman, xo'jayinlarning haqqiga ko'p duo qilinglar. Sog'lik so'ranglar, salomatlik so'ranglar. Agar shu videoni hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, xo'jayiningiz og'ir mehnat qilsalar, og'ir ish ko'tarsalar, og'ir narsa ko'tarsalar yoki-da taksichilik qilsalar, xo'jayiningizni ehtiyot qiling. Nimaga unaqa deyotganimning sababi, og'ir mehnat qiladigan yoki-da taksichilik qiladigan akalarimizda gemoroy chiqishi bor. Og'ir yuklar yoki-da ko'p vaqt davomida o'tirish gemoroyga olib kelar ekan. Xo'jayinim hozirda gemoglobinlari 71 ga tushib ketibdi. Agar qon kamayib ketaversa, bilasizlarmi, o'limgacha olib kelishi mumkin ekan. Agar qon ichga berib yuborsa, bu judayam yomon ekan. Men shunchalik yig'layapman, shunchalik siqilyapman, lekin dunyoga keltirgan oyijonimlarni yuraklari nima bo'ldi ekan? Turmush o'rtog'imni ham, jannatim qaynonamni ham haqlariga duo qilib qo'yinglar. Umrlari uzoq bo'lsin. Hech narsadan nolimang, hamma narsaga shukr qiling.